Assalomu alaykum mahalladoshlar. Mana bizni mahallamiz jonkuyarlarining farzandlari. Isming nima? Dadang ismi kim? Mirhosil. Otangga ming rahmat. Otang ismi kim? Ozod. Ozod. Otangga ming rahmat. Dadang ismi kim? Alakbar. Alakbar. Otangga ming rahmat. Ismi kim dadangda? Alibek. Alibek. Otangga ming rahmat. Ismi kim dadangda? Sobitxon. Sobitxon. Otangga ming rahmat. Xudo xolasa Navro'z bayrami qanday o'tishini xohlaysan? O'zing. Sengacha qanday bo'lsa deb o'ylaysan? O'zing. Yaxshi, chiroyli. Yana? Stadionlar toza bo'lib, futbol o'ynasak. Aha. yaxshi bo'ladi. Sengacha orzuyingni ayt. Navro'z bayramida qanday bo'lsa orzuying? Yaxshi, chiroyli bo'lsa. Yana bo'ldimi? Faqat yaxshi chiroylimi? Yana nimalarda orzu, boshqa kengroq orzularing yo'qmi? Senikichi? Meniki shu toza bo'lib, chiroyli bo'lsa. Yaxshi futbollar, chempionatlar o'tkazsak. Sengacha nima orzung? Qanday bo'lsa bayram, ertaga bayram qanaqa bo'lib o'tsa deysan? Nimani xohlaysan bayram kuni? Yaxshi, chiroyli o'tishini xohlayman. Keyin bayram tugagandan keyin bitta futbol o'ynasam. Vo, молодец. Mana bor ekan. Sizlarda-chi futbol o'ynashga niyatlar bormi? Bormi? Молодец, молодец. Молодец. Ota-onalarga ming rahmat. Mana yerda ayollarimiz ham bor edi, uyaldi videoga tushishga hasharchilar. Yoshlar, bizda shior. Kuch birlikda. Молодец. Olg'a, olg'a.